Ugalog, naryoqda qip-qizil kuxunni, stol, stul, hammasini bir toshdan aytib o'tdim. Assalomu alaykum, hurmatli Arzidimi YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlarga bugungi obzorimizda mashinalarning hammasini ko'rsatib, narxlari bilan aytib o'tamiz. 2 tashkali bir modellarni ketdik. Bir boshdan ketadigan bo'lsak, bu shkafimiz bor, narxi 1,5 million so'm. Narigi shkaflarning ismlari aka? Narigi ikkosi 1,8 million so'mdan. Qolgan ma'lumotlarni yana telefon orqali so'rashlaring mumkin. Nomerlari Telegram kanalida bo'ladi. Egalarining nomerlari opisaniyada qoldiramiz. Yo bo'lmasa sotish va sotib olish qilib qidirsangiz Telegramdan chiqadi. Ugalogimizning narxi 3,2 million so'm. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bunga ham aloqa qilib ko'rasizlar. Spanli ham bo'ladi, metlari ham yaxshi, yoqsalari ham ajraydi. Divanimizchi aka? Divanimiz 1,5 million so'm. Ikkita tumbasi ham bor, matraslari yangi ekan. Bu-chi aka mana? Bu 2 million so'm. Buni ham aloqa qilib ko'rasizlar bemalol. Kommentariyada yozib keting. Arzini almashtirish 2 million so'm. Bitta aynalar naryoqqa o'tib stol-stullar ham aytib ketamiz. 2 tashkalichi aka? 2 tashkali alohida ham bo'ladigan. 1,2 million so'mga beriladi. Stol-stul 6 talik 1,5 million so'mga bu. Kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar. Trimo bor mana. İtalyanski, bunisi o'zimiz ishlardan 400 ming so'm, bunisi 1 million so'm. Kommentariyada bunga ham yozib ketaveringlar mana, sostenalari, holatlarini ko'rib turibsizlar. Plus metda mana ko'jin nima bu qanaqadir ugalog bor, xonlari ham, oyoqlari chiroyli. Buni narxi necha pulda? 2,5 million so'm narxda. Arziydi, men kommentariyga yozib keting buni. Adashmasam, qo'li chiqmasa ekan, bo'lishlari chiqadi. Tarafi oddiy materialdan bo'ladi. Xo'p, endi kuxunniga keladigan bo'lsak, kuxunni 320 ga 3 metrlar atrofida kir mashinaga, duxovkaga, imanitda vichga, gaz plitaga joy bor. Xo'p, endi buni sostenasiga keladigan bo'lsak, o'ta ideal turibdi. Mana bitta ko'raverasiz. Mana ochilishlari, yopilishlari, plus bunaqa narsalar ham o'ylab topilgan ekan menga. Stolesnitsasi, moykalar ichida, tortmalari ham joy-joyida, hamma yo'g'i, kim joyiga tushadigan bo'lsa, narxi 7 million so'm. Arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib keting. O'zini svetiga o'xshab, rangi ham qizartirib, like bosib qo'ysangiz bo'laveradi. Kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar, obuna bo'lib qo'ysalaring, meni yo'qotib qo'ymaysizlar. Podpiska degan yozuv bor pastda. Shuni bitta bossangiz, obuna bo'lib qo'yasiz. Men qo'ygan videoyim sizga chiqaveradi keyin.